Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup beray ya. Assalamu alaykum o'maqlarim. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun qanday hikoya cho'chaklarni anglag'inglar ba? To'xtanglar, men o'ylab boqay. Bugun sizlarga qaysi cho'chakni aytib bersam bo'lar? Ha, topdim. Bugun men sizlarga aytib qanmaydigan, sizlar anglab qanmaydigan, yana shu Uyg'ur xalq cho'chaklarimizdan 3 do'st degan cho'chakni aytib beray. Cho'chak 3 do'st. Burungi zamonda uzun qo'l, yo'g'on bosh va o'tkir ko'z deb ataladigan 3 kishi o'tgan ekan. Bular do'st bo'pti. Kunlarning birida o'tkir ko'z bir tog'ning ustiga chiqib qarasa, yiroq bir yerda bir to'p yilqi o'tlayotgandek. Bularni ko'rib, uning ko'zi qiziribdi-da, shu an Voy, nima degan ko'p yilqi bu? Do'stlarim, chaqam mayaga kelinglar, deb vaqirabdi. Buni anglab yo'g'on bosh bilan uzun qo'l yugurishib kelib, "Omal bu shu yilqilarni akilayli", deb maslahat sapdi. Ular ishga kirishibdi. O'tkir ko'z u yoqqa, bu yoqqa deb ishorat qildi. Uzun qo'l qo'lini bir so'zibla 2 kunlik yiroqlikdagi yilqilarning birini qo'ymay tutib kelibdi. Bu yilqilarning hammasi yosh arg'imoqlar ekan. Uni ko'rib 3 do'stning ko'zlari qiziribdi-da, "Amgakni men qildim. Ularni men tutdim-ku", deb o'zaro talishib qopdi. Mushundoq jidallashayotganda yiroqdan chang ko'tarilib bir to'p otliq lashkarlar kelib qopdi. Bu 3 do'st ularni ko'rib sarasimga tushibdi. Yilqi tugul jonlarini saqlab qolishmi tas bo'pti. Bu chaqda aqlli yo'g'onbosh beshidagi tumqi bilan necha 100 yilqini bostirib, yo'shirib qo'yibdi. Yetib kelgan lashkarlar qilishlarini yalang'achlab payva qilib, "Podshohning yilqilarini qaroqchilar bulab ketibdi. Sizlar ularni ko'rdinglarmi? Dal mush tarafga qochibdi-ekan", deb vaqirabdi. 3 do'st ularga ta'zim qilib, "Janoblar, u qaroqchilar texelali mushtog'ning keyniga o'tib ketdi", deb javob beribdi. Lashkarlar aldirab-saldirab yiliqi tomoqning atrofini 3 qitim aylanibdi, ammo hech narsani topolmay qaytib ketibdi. Shu amallar uzun qo'l bilan o'tkir ko'z tomoqning ostidagi yilqilarni talishishga boshlabdi, tillashibdi. Oxir uzun qo'l o'tkir ko'zni iyiq topindek alqonlari bilan rosa qochotlashga boshlabdi. O'tkir ko'z uzun qo'lga tang kelolmay qechibdi. Uzun qo'l qo'g'labdi. O'tkir ko'z qechib ketib-olsa, oldiga cho'ng burun uchrab qoldi. Buni ko'rib o'tkir ko'zning yuragi biroz joyiga tushibdi. U yo'g'on burunga yelinib yolvorishga boshlabdi. "Do'stim yo'g'on burun, meni qutqizib olguncha, keynimdan uzun qo'l qo'g'lab kelyapti." Uning ichi og'rib, rahmi kelgan yo'g'on burun, "Ma'qul, undaqda yerga kirib ol", deb uni burnining bir to'shkiga kirgizib yetibdi. Dal shu chaqda bir yo'g'on qarg'ayni ko'targan uzun qo'lmi hasirab bo'midab yetib kelibdi-da, "Voy, qiynali o'tkir ko'z, uni nega o'shirib qo'yding?" deb yo'g'on burunga vaqirabdi. Qo'rqib ketgan yo'g'on burun, "Voy, taqsir, u bu g'orga kirib ketgan-ku", deb aldirashchilikda burunning yana bir to'shkini ko'rsatibdi. Yo'g'on burunning 2 to'shkidan kirib, qangsharda uchrashib qolgan o'tkir ko'z bilan uzun qo'l dahshatli urushishga boshlabdi. Uning ta'siridan burni og'rib, qichishib ketgan yo'g'on burun bir tush ko'rgankan, heliqi mushlashayotgan ikkisi yerga pokkada tushibdi-da, yo'g'on bir toshga tegib o'lib qopdi. Hamma yilqilar yo'g'on boshqili qopdi. Shuning bilan u umrining oxirigacha xushal-xuram, baxtli turmush kechiribdi. O'maqlarim, Neydi Yamanning qozin to'shik degan maqol tamsil nihoyatda to'g'ri aytilgan. Agar ular nafsoniyatchilik va qorniyatlik qilmay, bir-biri bilan urushmay, yilqilarni tang bo'lishib, ijil inoq o'tgan bo'lsa, umrining oxirigacha xushal-xuram, baxtli turmush kechirgan bo'ladi, ha? Hay, esit. Haqiqatan bu odamni afsuslantiradi.
Shuning uchun biz bu cho'chakdagi 3 do'stning qarniyat, jadalxo'r va ishtar yomon illatlardan ibrat elib, kang qo'rsoq, oq ko'ngil, do'stlarimiz bilan aniq o'tadigan, ular qiyinchilikqa yo'liqqanda yordam beradigan, eng muhimi bir non topsaq tang yeydigan, do'stlikni qadrlaydigan esil xislatlik bola bo'laylikmi? Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun baldir uxlanglar. Atumush vaqtda Dilala Undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.